Andijon viloyatida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, mavjud suv infratuzilmasini yangilash va zamonaviy suv inshootlarini barpo etish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilmoqda. Jarayonlardan muxbirimiz xabar qiladi. Andijon viloyatida hududlarni suvlashtirish, aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar ko'lami sezilarli darajada ortib bormoqda. Shahrixon tumanidagi Turkiston mahallasida 5 ta ko'cha mavjud bo'lib, 3515 nafar aholi istiqomat qiladi. Bugungi kunda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari natijasida 2 kilometr masofaga yangi suv quvuri tortilib, bitta yangi quduq hamda bitta zamonaviy suv minorasi o'rnatildi. Natijada 646 ta xonadonda istiqomat qilayotgan aholi toza ichimlik suvidan barqaror foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hozir mana shu kunga kelib mahallamizda 100% suv bilan ta'minlandi. Avvalo prezidentimizga rahmat. Mana shu mahallalarga shu darajada aholini yaxshi yashash uchun alohida e'tibor qaratganlari uchun, mana shu chekka qishloqlargacha ham mana shu prezidentimizning qarorlari amalga oshib bajarilib bormoqda. Aholimiz juda ham minnatdor. Amalga oshirilayotgan bu kabi sa'y-harakatlar viloyatda hududlarni suvlashtirish, aholiga toza ichimlik suvini yetkazib berish va sifatli xizmat ko'rsatish darajasini oshirmoqda. Mukarram Bahriddin va Xurshid Isakov, Halilullo Ahmadjonov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Andijondan.